bir-biriga bog'langan savollar. Savol qo'yilibdi. Zanjirdan foydalanib ma'lumotlar asosida R qarshilikni toping, I1 tok kuchini toping, 3 ohm qarshilikdagi o'tuvchi kuchlanishni toping debdi. Ya'ni I2 ni topsak, shuni o'zidan ham kelib chiqadi. Demak, kontur yasab olamiz. Ya'ni bunisi soat sergasiga qarshi bo'lsin, bu konturimiz soat sergasi bo'ylab bo'lsin. Biz bu tugunni ham ishlatamiz, ya'ni A tugun deyman. A tuguniga keluvchi Kirchhoffning birinchi qoidasiga ko'ra, o'sha tugunga keluvchi tok kuchlari, ya'ni kiruvchisi chiquvchisiga teng bo'lishi kerak. I1 plus I2 ga birinchi sistemamiz. Birinchi konturimizda demak, soat sergasi bo'ylab aylanuvchi 30 yukamiz teng bo'ladi. I1 ko'paytiraman, ichki qarshiligimiz 0 ga teng. O'shaning uchun faqat R qarshilik ko'payadi. Tok I plus 4 ohm qarshilikdan o'tadigan 6 amper ko'paytmasi. Ikkinchi sistemamiz to'g'rig'i ikkinchi konturimizda esa 30 volt barobar 4 ko'paytiraman 6 ga, 2 ko'paytiraman 3 ga. Shu sistemani yechib olamiz. 3-chi sistemamizdan I2 ni topib oladigan bo'lsak, 30 dan 24 ni ayrsam 6 bo'ladi, I2 miz teng bo'ladi 2 amper. 3 ohm qarshilikdan o'tadigan demak tok kuchi chiqdi, 3 ohm ekan. Demak 35-savolning javobi tayin, ya'ni 6 volt, ya'ni javobimiz A bo'ladi. Xo'sh, I1 tok kuchimiz ham ma'lum. I1 tok kuchimiz 4 amper bo'ladi. O'z-o'zidan I1 tok kuchi 4 amperimiz bo'ladi. Javob 34 ning javobi. 35-savolning javobi R rezistor qarshiligini aniqlang. R rezistoriga qarshilik topib oladigan bo'lsak, ayiraman. Xo'sh, 6 barobar I1imiz 4 amper chiqib 4 ko'paytirilgan R qarshiligimiz 1,5 ohm bo'lar ekan. Ya'ni javobimiz F bo'ladi. 3-chi savolning javobi F bo'ladi.